بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram azizlar, aziz muxlislarimiz, siz azizlar bilan jannat sizga muborak deb nomlangan turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz. Suhbatlarimizga sidqi dil ila quloq solib turgan hammalaringizni va kamina xodimingizni Alloh jannatida mehmon aylasin. Azizlar, biz sizlarga jannat haqida va jannatiylarga berilajak mukofotlar haqida Alloh qodir qilganicha qisqa bayon berdik. Zero jannatni to'laligicha vasf qilishlikka hech bir notiq va hech bir kotib qodir emas. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom jannatda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonni hayoliga kelmagan ne'matlar bo'ladi deb turgandan keyin buni hammasini bildirishlikka ojizmiz. Biz Rasulimiz alayhissalatu vasallam bizga o'rgatganlarini ojizona sizlarga izhor qildik. Keling, yaxshisi jannatdagi bu ne'matlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rib, tanamiz bilan his qilishlikni Allohdan so'rab duo qilaylik-da, bu ishni oxiratga qo'yaylik. Allohim hammamizni jannatida mehmon qilib o'z ko'zimiz bilan ko'rishlikka nasib qilsin. Ha, azizlar, jannatni umid qilib Allohdan so'rab duo qilish kerak. Siz azizlarga Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan go'zal bir hadisni izhor qilgimiz keldi. Zero jannat haqida gapirar ekanmiz, mana shu hadisdan gapirishlikni lozim topdik. Hadis ikki shayx va Termiziy rahmatullohi alayhi tomonidan rivoyat qilingan. An Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Ibn Abbos radhiyallohu anhumadan qala nabiy sallallohu alayhi va sallam, Rasulimiz alayhi salatu va sallam shunday dedilar: "Uridat alayya al-umam, fa akhadha an-nabiy yamurru ma'ahu al-umma, wan-nabiy yamurru ma'ahu an-nafar, wan-nabiy yamurru ma'ahu al-ashara, wan-nabiy yamurru ma'ahu al-khamsa, wan-nabiy yamurru wahda." Ya'ni Rasulimiz alayhissalom aytibdilar: "Menga u dunyoda ummatlar ko'rsatildi." Ya'ni ko'z oldingizga keltiring, qiyomat qoyimda bo'ladigan holatni Rasulimiz alayhissalom aytibdilar. Menga ummatlar ko'rsatildi. Bas bir payg'ambar o'ta boshladi. U bilan birga bir ummat bor edi. Ya'ni bir qancha ummat birga bor edi. Yana bir nabiy o'tdi, u bilan bir necha nafar bor edi. Bir nabiy o'tdi, u bilan 10 ta ummati bor edi. Bir nabiy o'tdi, u bilan 5 ta ummati bor edi. Yana bir nabiy o'tdi, u o'zi o'tdi yolg'iz. Hadisni mana shu joyiga kelganda yuragingiz to'lqinlanyaptimi aziz birodar? Bizni ummat qayerda ekanlar? Biz nima holatda ekanmiz? Boshqa payg'ambarlarning bittadan, 10 tadan yolg'iz o'tgani bo'libdi. Bizni holimiz nima? Hadisni davomida Rasulimiz alayhissalom aytibdilar: "Fa nadartu fa idha sawadun kathir." Man qarasam uzoqdan ko'pgina qora ko'rindi. Faqultu ya Jibril, men aytdim: "Ey Jibril alayhissalom, haulai ummati, mana shu ko'ringan ko'pgina qoralik meni ummatimmi?" dedim. Qol Jibril alayhissalom: "La", dedilar. "Yo'q. Walakin undur ila al-ufuq." Lekin ya Rasululloh, ufuq tomonda ko'rsatilar. Ufuqqa qarang. Fa nazartu fa idha sawadun kathir. Ufuqqa qarasam juda ham ko'p qop qoralik ko'rindi. Ya'ni odamlar kelayotganda tumonat qora bo'lib ko'rinadi-ku. Mana shunday ko'rindi. Shunda Jibril alayhissalom menga qarab: "Ana o'shalar sizning ummatingiz. Ularning oldilarida esa 70 mingtasi bor. Ular hisob ham, azob ham qilinmaslar", dedi. Alloh, mana bu Rasulimiz alayhissalomning ummati azizlar. Payg'ambarimiz alayhissalom "O'lima", dedilar. Nima uchun dedi? Nega ular hisobsiz jannatga kiradilar? Jibril alayhissalom aytdilarki: "Kanu la yaktaun va la yastarqun va la yatatayyarun va ala robbihim yatawakkalun." O'sha 70 ming jannatga hisobsiz kiradiganlarning sifatlarini aytdilar. Ular dedilar, hisob qilinmasdan kiradigan 70 mingtalar alohida toifalar. Ular shundaylarki, kuydirish ila davolanmas, shirk odatiga ko'ra dam soldirmas va fol ochtirmas
va Robbilariga tavakkal qilarlar dedilar. Qarang, kuydirish ila davolanmas degani o'sha davrni johiliyatida ma'lum bir tamg'alarni, shakllarni tanasiga kuydirib bossa, go'yoki dardlarga shifo bo'ladi degan shirkona odat bo'lgan va shirkona dam soldirish bo'lgan. Bizda Qur'oniy dam soldirish bu boshqa narsa. Ya'ni Allohdan boshqa narsadan shifosini umidini qilib dam solish va fol ochtirish. Mana shulardan saqlanib, o'zini Robbilariga doim tavakkal qilgan kimsalar ana shu 70 ming ichida dedi. 70 ming ichida siz bilan biz ham bo'lishni Allohdan so'raylik. Chunki Rasulimiz alayhisalom shu gapni aytishlariga faqoma ilayhi ukkasha, ularning ichida ukkasha bor edi, o'rinlardan turdilar. Rasulimiz alayhisalom oldilariga kelib ud'ulloha ay yaj'alani minhum dedilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, menga duo qiling, o'sha 70 mingning ichida men ham bo'lay dedilar. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vassalam Allohumma ij'alhu minhum deb duo qildilar. Allohim ukkoshani o'sha 70 ming ichida qilgin dedilar. Buni ko'rgan bir yana boshqa sahoba o'rnidan turib ketdi-da, menga ham duo qiling ya Rasululloh dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom unga qarab, sabaqaka biha ukkasha dedilar. Ukkosha sendan o'tib ketib qoldi dedilar. Ha azizlar, Ukkosha radhiyallohu anhu bu gapni eshitishlarigayoq payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan duo oldi. Biz Rasulimiz alayhisalomdan duo olishlikka hozir imkoniyatimiz yo'q-u, ammo lekin Alloh azza va jallaga duo qilish imkoniyatimiz bor. Allohdan so'raylik. O'sha 70 ming hisobsiz kiradigan ummatning ichida Alloh bizni ham joylasin. Buning uchun Allohdan mana shu Jabroil alayhisalom o'rgatgandek holatda hayot kechirishligimizni, bekorchi amallardan, bid'at va xurofatlardan, shirkona amallardan panoh so'rab bundan qochishligimiz kerak. Follarga ishonishlik u turli holatlardan o'zimizni olib qochishligimiz va Allohga tavakkal qilib hayot kechirib borsak, inshaalloh o'sha 70 ming hisobsiz jannatga kiradiganlar ichida bo'lamiz. Ha azizlar, jannatni so'rash kerak, umid qilish kerak, orzu qilish kerak. Jannat kimga birinchi nasib qiladi biz buni bilmaymiz, ammo yuqorida siz azizlar bilan qilgan suhbatimizda payg'ambarimiz alayhisalom jannatni birinchi bo'lib darvozasini taqillatishliklari yu u zotni birinchi kirishlari haqida xabar bergan edik. Ammo bir hadis bor ekan. Rasulimiz alayhisolatu vassalam aytadilar: "Avvalu man yumsik bi halaqil janna ana." Jannat halqasini birinchi bo'lib ushlaydigan menman dedilar. Ya'ni jannat darvozasini birinchi bo'lib men ushlab taqillatib kiraman deganimda fa iza imra'atun tunazi'uni turid an tadkhulal jannata qabli. Birdan bir ayol paydo bo'ladi-da, u ayol jannatga mendan oldin kirmoqchi bo'lib harakatlanadi. Tortishadi. Ya'ni men kiraman jannatga deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan oldin darvozaga kelib oladi ekanlar. Ayol kishi. Qultu, aytdim Jabroilgaki, "Man hadihi ya Jibril?" Ey Jabroil alayhisalom, kim bu ayol? Jabroil alayhisalomning javobini aytsam, bugun bizni suhbatimizni eshitib turgan qancha onaxonlarimizni yig'lashi aniq. Jannatdan birinchi kirishlikka loyiq bo'lgan onalar yig'isi bo'ladi. Eshiting, Jabroil alayhisalom nima dedilar? Bu ayol shunday ayolki, eri olamdan o'tgan. Va bu ayolga eridan farzandlar qolgan. Ayol mana shu bolalari uchun boshqa oila qurishlikdan yuz o'girgan. Ha azizlar, bolam chaqam deb bolalari erta sag'ir yetim qolgan ayol, agar boshqa erga tegsam bolalarimga qiyin bo'lmasin deb bolalarini tarbiyasi uchun o'zini fido qilgan onalar Rasulimiz alayhisalom bilan jannat darvozasida birinchi kirishligini tortishlikka haqli ekanlar. Bunday onalarimiz qancha bor? Otamiz olamdan o'tib, bolalarim uchun o'zimni fido qildim degan qancha onalarni bilamiz. Bugun mana shu suhbatimizga quloq solib turgan mushtipar onalar, mana shunday jasoratlik opa-singillar, Alloh sizlarga hayotingizni taqvo, go'zallik, ibodatla o'tkazib, u dunyoda jannat darvozasi oldida payg'ambarimiz alayhisalom bilan darvozaga kirishlikni talashadigan, men avval kiraman deydigan muslimalardan bo'lishlaringizni Alloh nasib qilsin. Alloh siz azizlarni va bizlarni jannatida mehmon qilsin. Jannat muborak bo'lsin.